Param var, imkanım var. Neden her gün böyle evde yemek getiriyorsun? İnan Bey, bu onam pishirgan ovqat. Men uchun dunyodagi eng shirin ovqat. Bu shunchaki ovqat emas, bunda onamning muhabbati, mehrlari, sog'inchi bor. Shuning uchun onam bu qadar yaxshi ko'radi. Biz bilan olib ketishdi. Annem, Ne oldu? Sinan Bey? annemin yemeği, annemin kokusu. Sinan Bey, ertaga tushlik payti bitta joyga boramiz. Xohlasangiz. Paramız. Kelishdimi? Anlaştık inşallah. Teşekkür ederiz. Bularni olish kerak edi. Bular juda holatda edilar. Assalomu alaykum. Tog'alar charchamoqchilar, tinchmisizlar? Shu hozir nimadan bitta lavhasini oldi. Bor mana shunaqa tog'alar bilan qo'shilib qo'yibman. Tinchmisizlar, o'zinglar yaxshimisizlar? Qimir-qimirda tog'alar bilasizlar. Valla sog' salomat bo'lgan. Bugun juda havo zo'r bo'libdi. Ochiq kun, ko'z tegmasin. Umringiz uzoq bo'lsin. Duo qilib qo'yasizlar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Sog' bo'linglar, rahmat.